Yuqor chiqib ket uyimdan. Yuqor, xiyonatkor. Qaytib kelma. Chiqdim men senga. Boshqa ko'rmaysani bu uyda. Yuqor. Boylab yolunu yine gelgen günüm Bir nefesке tinç koyup dostu yaran gelmin durun Bana şu gül perini köyünde hayran aman Ve sıcağıdır şu dem aynı şu an gelmin durun Şu gülün dalını eğer dostu çıkar Keling, uyga kiring. Bo'ldi, keling, uyda gaplashamiz. Yuring. Yuring, san. Voy, bolajonlar bilan qiynalib qolibsiz-da, chemodanlar bilan. Shunaqa gaplar ekan. Mayli, siqilmang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rosa qizib ketdi, issig'i chiqyaptimi? Ha, aptekaga chiqib kelib Men o'zim chiqib kelaman, siz o'tirib turib qarang bolalar. turing. Men oladigan narsani Bo'ldi, xo'p. bo'lmasa Ha. akamga aytib qo'ymayman. Bo'ldi, ehtiyot Topib bo'ling. sirasi chiqib ketdi. Yo'q, bo'ldi, xavotir olmang, unisidan xavotir olmang. Akangizni bilasiz-ku, Azizaxon, bo'ldi. Qizim, Ish qilib Azizaxonga ham qattiq gapirib qo'ymasin-da deyin. Allo, adasi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alo. Ha, xotin. Azizaxon kelibdilar chemodanlari bilan. Biroz qattiq qo'l bo'lmay turing endi adasi. Singlim. Banga tegdi yo'q. Qachon ketarkan? Yo'q, menimcha janjallashib qolgan bo'lsa kerak-da adasi. Qachon ketarkan? Kelaverarkan-da. Mayli, endi og'ir bo'lib tura qoling adasi hozir. Mayli. Bo'pti. mashina ozmi? 1 minut. Bu nочной deydi, adashmasa. Toshkentga chiqqanlar kunduzgi va nочnoylar ham bor. Kartasini qo'yib unda men o'zimga olgan narsalarimni olib kelaman. Bo'ldi, xo'p. O'zi bilasanmi? Hammasiga o'zing sababchisan. Qanaqasiga? Mani ishga olgan kuningni eslaysanmi? Adasi do'kondan faqat suvmidi? Ha, bo'ldi. Voy, umi. Aziz, Samsan? Hadi o'tlam. Ko'rishdan beri ko'rishmaymiz, a? endi Nima qilsan bo'pti? yo'q endi shu hozircha shu ishlayapman. Nima qilib? Savdo mana. Kimlarning ham bir ahvol bo'lib ketibdi. Endi ozgina qiynalib qoldim, bilasan. Oilani ham bor o'zim bo'ynimda. Nima ish bo'lsa hozircha qilaman. Unda menga ishga kirib qol. Ikkita bolam bor. Qarashga odam qidirib yurganim ham ishonch deysan. Bo'lmasa bir oyim bilan gaplashib ko'ring, yana aytaveraman. Xo'p, nomeringni tashlab ketasizmi? Xo'p, telefonlaringni. Adasi ishga ketyapsizmi? Ha, ishga ketyapman. Uyga xizmatchi ol degandingiz-ku, o'rtog'imga gaplashib qo'ygandim, yaxshi qiz. Ha, ovul. Dugonangmi? O'sha kelmoqchi edi, ozgina qiynalib qopti. O'zingga dardkash bo'ladi. Bo'pti. Mayli, yaxshi borib keling, xo'p. Charchab qolmadingmi? Rahmat. Nima bosdi? Qancha harakat. Mana rozg'or ishlatsa. Voy, qo'pidi adasi. Umida. O Aziz, yomon chang shularni artib o'zi nima so'rayotganding? Qizi sumkani ko'rdingmi? Yo'q, shu kofinda edi. Pastida. O'shga yig'ishtirib qo'ygandim. Точно sezmagan bo'lsa bo'ldi. Voy, assalomu alaykum. Adang keldilar qizim. Yo'q, qiz kelib sasiyotibsan boru. Ma. Nima qildim ekan yana? Assalom.
Jonim. Salom. Ta'sir qilyapti shekilli. Bo'lim. Keling, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Yaxshi kelib oldingizmi? O'tiring o'zingizam. Yo'q, sizlar bemalol o'tiringlar. Solixa, yur. O'ynaymiz sen bilan. O'rtog'im ozgina qiynalib qolgan ekan, bolaga qarash uchun o'zimni oldimga ola qoldim. Ha, yaxshi. Aysa, lekin hammaga ham ishonavermang, uyingizga hammani olib kelavermang. Hozirgi qizlaringiz yomon bo'lib ketgan. Ko'ra olmaydiganlar juda ko'p aysa. Voy, kenaya, ishonchli. Hatto maktabgacha fikringiz qoladi o'zingizda. Qarab yuring. Akam qanaqalar, yaxshimilar? Yaxshi, xudoga shukr. Odatlari qoldi. Adasi kuzam kelyapti. Bolalarning kiyimlarini olish kerak. Yanachi mashinamga tonirovka qilib beraman deganingiz. Unga ham pul kerak. Qizingizni bog'chasiga ham pul kerak-da. O'shalarni Sen darding pul bor, faqat puldan boshlaysan bor. Boshqa qiladigan ishing yo'qmi sani? Men sizga nima qildim? Adasi oxirgi vaqt o'zgarib qolgansiz, bilasizmi? Ko'rmasdan Opa o'tgan safargisi yaxshi ta'sir qildi. Lekin menga bu kam. Bu safar kuchliroq bo'ladi. Rasmni berchi. Bundan ham kuchliroq qilib bering. Ammo buni badali bor. O'zingga ham urishi mumkin. O'yinga sovchiga tushsin. Nida. Hozir Aziz. Voy, bu odamni deng boydan beri chaqiraman. Ishga qolmay ichkari dedim. Qara, bolaga qarab tur, ovqatlarni tayyorlab qo'ydim. Men gapga borib kelaman, tez kelaman. Bo'ldi, 2 soatda kesam keladi. Bo'ldi, xavotir olma. Ishondim, rahmat. Bo'pti. Hozir Aziz. Yur, oldimga tush. Men qarab turibsan. Nima deganing, hali hammasiga sen aybdormisan? Da, men aybdorman. Bunga o'zing aybdorsan. Uyda oilam buzilib ketishgan qoldi. Xo'janim uydan haydab yubordi, bilasanmi? U ham seni ishingmidi. Da, men ishim, chunki hammasiga o'zing aybdorsan. Men senga nima qildim? Eslolmaysan men qilgan ishingni. Kollejda eslaysanmi? Sani deb men haydalib ketganman o'qishdan. O'rtog'im bunaqa ish qiladi deb o'ylamagandim, kenaya. Sizga aytganman, o'sha paytda hammaga ham ishonavermang, Aziza desam, o'zingiz uyingizgacha olib keldingiz. Mana endi oqibati. Joyimga nima deyman? Qanaqa qilib o'zimni oqlayman? 1-2 kun turib tursam bo'ladi ekan. Voy, akangiz ham safarga ketganlar. Turib qoling, kelgunlaricha. Mana o'zlari ham qon qilyaptilar. Allo.